Fibroz kistoz mastopatiyani keltirib chiqaradigan asosiy omil 2 yil, 1 yillab ko'kragim og'rib keldi va birinchi marta mammolog ko'ruviga murojaat qilib keldim deyishadi. Asosiy belgilari ko'kraklarda og'riq. Mastopatiya ko'proq qaysi yoshdagi ayollarda uchraydi? Turmushga chiqmagan bo'lsa, farzandli bo'lmagan bo'lsa, homilador bo'lish mastopatiyani yo'qotadimi yoki aksincha kuchaytiradimi? tug'sa, emizsa mastopatiya o'tib ketmaydi. Assalomu alaykum Muattar opa. Bugun mastopatiya haqida ko'p savollar tushgan. Shu haqida kengroq yoritib bersangiz. Ko'krak bezi mastopatiyasi ayollar ko'kragida biriktiruvchi to'qimadan o'sib chiquvchi kista yoki fibroz to'qimani qattiqlanishi bilan xarakterlanadigan kasallik hisoblanadi. Keltirib chiqaradigan omillar. Fibroz kistoz mastopatiyani keltirib chiqaradigan asosiy omil bu gormonal buzilish. Ya'ni estrogen, progesteron, prolaktin gormonlarini, bundan tashqari qalqonsimon bez gormonlarini, buyrak usti bezidan ishlab chiqariladigan kortizol gormonini oshib ketishi hisobiga kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Asosan stress, ortiqcha vazn, ya'ni semizlik, genital va ekstragenital kasalliklar, nosog'lom turmush tarzi mastopatiyani keltirib chiqaradi. Bundan tashqari ko'p tug'ish, nasliy omillar, abortlar sonining ko'p bo'lishi, bachadon miyomasi yoki tuxumdon kistalari, qalqonsimon bez kasalliklari ham mastopatiyaga o'zaro chambarchas bog'liq. Qanday mastopatiya turlari bor? Mastopatiya bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Kistoz fibroz mastopatiya bo'lishi mumkin. Yokida fibroz mastopatiya yoki ko'krak bezini alohida kistasi, buni kistoz mastopatiya va aralash mastopatiya turlari bor. Va bemorlar asosiy belgilari haqida ko'p so'rashgan. Asosiy belgilari ko'kraklarda og'riq, so'rg'ichlarda sezuvchanlikni ortib ketishi, so'rg'ichlardan turli xil suyuqliklarni kelishi. Asosan kistoz fibroz mastopatiyada yashil suyuqlik kelishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari hayzdan oldin ko'kraklarda sezuvchanlikni ortib ketishi va hayzdan keyin esa og'riqlarni o'tib ketishi bilan fibroz kistoz mastopatiya farqlanadi. Muattar opa, mastopatiya ko'proq qaysi yoshdagi ayollarda uchraydi? Asosan mastopatiya tug'ish yoshidagi ayollarda uchraydi, ya'ni 18 yoshdan 35 yoshdagi ayollarda ko'proq ko'kraklarda kistalar uchrab turadi. Bundan tashqari 40, 45, 50 yoshli ayollarda ham ko'krak bezi kistalari, fibroz mastopatiyasi uchrab turadi. Hayz oldidan ko'krak og'rishi mastopatiya belgisi bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Mastopatiya o'zi o'tib ketadimi yoki albatta davolanish kerakmi? Mastopatiyaga albatta davolanish kerak. O'zi o'tib ketadi deb juda ko'p patsientlarni ko'rganmiz. 2 yil, 1 yillab ko'kragim og'rib keldi va birinchi marta mammolog ko'ruviga murojaat qilib keldim deyishadi. Demak, o'z-o'zidan o'tib ketmaydi. Albatta mammolog ko'ruvi shart. Mastopatiyada operatsiya shartmi yoki dori bilan davolash mumkinmi? Mastopatiya agar tugunli turi deb oladigan bo'lsak, ko'krak bezi fibroz tugunli mastopatiyasi ushlab ko'rganda mammolog juda qattiq tugunni aniqlashi mumkin. Bu holatda razmeriga, ya'ni o'lchoviga qarab operativ holatlarni ham tavsiya qilamiz. Yokida kistalarni, ko'krak bezi kistalari 2 santimetrdan katta bo'lsa, 3 santimetrdan katta bo'lsa, og'riq bera boshlasa, ushlab ko'rganda juda ham qattiq bo'lsa, ya'ni kistalar, operativ davoga o'tish tavsiya qilinadi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, har bir patsientga individual, ya'ni alohida yondoshiladi. Kimnidir ko'kragida operatsiya bo'lgan bo'lsa yoki kimnidir ko'kraklari oddiy dori bilan shifo topib ketgan bo'lsa, bu hamma ayollarga tegishli degani emas. Tug'magan yoki emizmagan ayollarda mastopatiya ko'proq uchraydimi?
18 yoki 22 yoshga kelib ayol turmushga chiqmasa, tug'masa, 35-40 yoshli qiz bola turmushga chiqmagan bo'lsa, farzandli bo'lmagan bo'lsa, mastopatiya ko'proq uchraydi. Chunki bu yoshi o'tib turmushga chiqadigan qizlarimizda gormonal muammolar ko'p bo'lishi hisobiga. Stress, asabiylik yoki gormonal buzilishlar mastopatiyaga sabab bo'ladi, shunday. Albatta, har bir omil aylanib kelib stressga, gormonlar buzilishiga taqaladi. Mastopatiya bir ko'krakda bo'ladimi yoki ikkala ko'krakda ham uchraydimi? Yuqorida aytib o'tdim, turlarida bir tomonlama yoki ikki tomonlama yoki ikkala ko'kraklarda ham kistalar bo'lishi, mastopatiya bo'lishi mumkin. Mastopatiyada massaj qilish yoki issiq bosish mumkinmi? Shifokor sifatida massaj yoki issiq bosishni hali hech bir patsientimga tavsiya qilmaganman. Bu paytda sport bilan shug'ullanish zarar qilmaydimi? Mastopatiya bor ayollarga sport bilan shug'ullanish qat'iyan taqiqlanmagan, albatta mumkin. Qaysi ovqatlar mastopatiyani kuchaytiradi yoki yengillashtiradi? Mastopatiyani hech bir ovqat kuchaytirishi yoki yengillashtirishi hali tibbiyotda isbotlanmagan. Umumiy olganda uglevodlarni kam iste'mol qilish, oqsilga boy, vitaminga boy, kletchatkaga boy kerakli ovqatlarni taomlanish buyuriladi. Homilador bo'lish mastopatiyani yo'qotadimi yoki aksincha kuchaytiradimi? Bu savolga bir necha yillar oldin ham javob berganman. Homilador bo'lish, farzandli bo'lish, tug'ish yoki emizish mastopatiyaga davo emas. Tug'sa, emizsa mastopatiya o'tib ketmaydi. Emizish foydalimi shunda? Lekin emizish foydali. Mastopatiyada UZI yetarlimi yoki mammografiya qilish shartmi? Mastopatiya tashxisini qo'yish uchun ultratovush tekshiruvi yetarli. Mastopatiya qaytalanib turishi mumkinmi? Albatta qaytalanib turishi mumkin. Mastopatiya bo'lgan ayollar yiliga necha marta tekshiruvdan o'tishi shart? 6 oyda bir marta. Uy sharoitida xalq tabobati bilan davolasa bo'ladimi? Yo'q. Mastopatiyada ko'krakni siqib tekshirib yurish zarar qilmaydimi? O'z-o'zini tekshiruvda bir oyda bir marta hayzni 5-10 kunlar orasida ko'kraklarni ushlab ko'rganda ohistalik bilan ayol o'zini o'zi ko'kragini, so'rg'ichini siqib ko'rishi mumkin. Albatta qattiq harakatlar bilan emas, ohistalik bilan. Xo'p, tushunarli. Endi mastopatiyani davolash haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Ko'krak bezi mastopatiyasiga to'g'ri tashxis qo'yilganda davolash 50% ga osonlashadi. Ya'ni to'g'ri diagnostika bu to'g'ri lecheniya hisoblanadi. Demak, mastopatiyasi bor patsientlarga har 6 oyda mammolog ko'ruvi va UZI tekshiruvidan o'tib turishlarini buyuraman. Asabiylashmaslikka harakat qilishingizni buyuraman, hurmatli ayollar, va sog'lom turmush tarzi, sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilaman. Bu umumiy maslahat. Har bir ayolga individual yondoshiladi. Albatta mammolog ko'ruviga kelgandan keyin konservativ lecheniya tabletkalar bilanmi yoki operativ lecheniya jarrohlik amaliyoti bilanmi hal qilinadi. Rahmat Muattar opa, xalqimiz bergan ko'plab savollarga batafsil javob oldik degan umiddamiz, xudo xohlasa. Rahmat.